أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-İmran suresi 8. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey Allah'qa, onun peygamberge iman keltirgen ve İslam şeriatige amel kılıdığan kişiler. Sizler Allah'ның keng ziminide özünün rızkını tepip yiyiş üçün seferge çıkan yoki urushga chiqqanlar bilan birga chiqib o'lgan yoki o'ldirilgan kofir qarindoshlar haqida ular urushga chiqmay bizning yenimizda qolgan bo'lsa o'lmaydi va o'ldirilmaydi deyishgan kofirlarni do'rimanglar. Bu so'z ularning dillaridagi hasrat nadomatni texmo oshirib yetadi. Ammo mu'minlar bu ishlarni Allohning taqdiri deb biladi. Shuning bilan Alloh ularning dilini savrga yetaklaydi. Ularning qayg'ularini pasaytadi. Ajili to'shmagan kishi mayli jihodga chiqqan yoki safarga otlangan bo'lsin, Alloh uni cho'qim yoshitadi. Ajili to'shgan kishi garchi o'z uyida o'ltirgan bo'lsa-mu, uning jinini oladi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir. Shuningga yarasha sizlarga mukofot yoki jazo berguchidir. Ey mu'minlar, sizlar Alloh yo'lida jihod qilib o'ldirilsanglar yoki jihod jarayonida o'lsanglar, Allah sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi va o'z dargohidan sizlarga rahmat beg'ishlaydi. Shuning bilan esil jannatlarga erishsizlar. Mana bu dunyo manfaatlaridan va dunyoga berilganlar to'playdigan pul-moldan albatta yaxshidir. Agar sizlarning bu dunyodagi ajlinglar to'shib, yotgan yeringlarda o'lsanglarmi yoki urush maydonlarida o'ldirilsanglarmi, sizlar albatta Allohning dargohiga to'planasizlar. Allah sizlarga amalinglarga qarab mukofot yoki jazo beradi. Ey payg'ambar, Allohning sana va sahobalariga bo'lgan rahmati bilan sen sahobalariga silih muomalada bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq, axloqi nachar biri bo'lgan bo'lsang, albatta ular sening atrofingdan tarqalib ketadi. Ularning Uhud urushida o'tkazgan xatoligini afv qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tilaygin. Kengishga ehtiyojli ishlarda ular bilan kengashgin. Kengish bo'lgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tayangan holda uni yurgizgin. Shaksizki, Alloh o'ziga tayanuvchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh sizlarga o'z fazlidan yordam va nusrat berib, sizlarni kuchlantirsa, sizlarni hech kim yengolmaydi. Agar Alloh sizlardan yordamini to'xtatsa, sizlarni tashlavatsa, Alloh sizlarni tashlavatgandan keyin sizlarga kim yordam bera oladi? Shunga mu'minlar yolg'iz Allohga tayansin. Hech qanday bir payg'ambar g'animatdan o'ziga tegishli bo'lmagan narsani elib, o'z sahobalariga xiyonat qilmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, u qiyomat kuni rasvo bo'lish uchun o'zi xiyonat qilgan narsasi bilan keladi. Ondan har kishiga o'zining qilgan amalining mukofoti yoki jazosi to'liq beriladi. Ularga qilchi uvol qilinmaydi. Maqsadi Allohning roziligini izlash bo'lgan kishi gunoh ma'siyatga petib ketganligi tufaylidan Allohning g'azabiga uchirgan va boradigan joyi jahannam bo'lgan kishi bilan barobarmi? Jahannam nima degan yomon joy. Allohning roziligini ko'zlaydigan jannat ahlining darajasi bir xil bo'lmaydi. Alloh rozi bo'lmaydigan ishlarni qiladigan do'zax ahlining darajasi mo bir xil bo'lmaydi. Ular barobar emas. Alloh bandalarining qilayotgan ishlarini ko'rib turguchidir. Ularning ishlaridan hech qanday bir ish Allohga maxfiy emasdir. Allah Arablardan bo'lgan mu'minlarga katta in'om qildi. Chunki Alloh ularga o'zlarining ichidan Qur'on oyatlarini o'qib beradigan, ularni mushriklikdan va nacharqiliklardan pok qiladigan, ularga Qur'onni va sunnatni o'rgatadigan bir payg'ambarni avatdi. Halbuki ular bu payg'ambar kelishdan burun haqiqatan ochiq ozg'unlikda edi. Ey mu'minlar, Uhud urushida sizlarga yetgan talofat, sizlar Badr urushida dushmaninglarga yetkazgan talofatning yarmiga teng keladigan tursa, sizlar buningga ajablanib, biz musulmon tursak, payg'ambarimiz oramizda tursa, dushmanlarimiz mushrik tursa, bu talofat bizga qayerdan keldi dedinglar. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlarning payg'ambaringlarning amriga xiloflik qilib, g'animat to'plashga ketib qolganliginglar tufaylidan bu talofat o'zinglardan keldi. Shaksizki, Alloh xolig'ini qiladi. Xalig'inicha hukm chiqaradi. Hech kim uning hukmiga qarshi chiqolmaydi. Mu'minlar qo'shini bilan mushriklar qo'shini uchrashgan Uhud urushida sizlarga yetgan yorlanish va o'ltirilish qatorliq musibatlar g'albining avval mu'minlarga, ondan mushriklarga mansub bo'lganligi hammasi Allohning taqdiri va irodasi bilan bo'ldi.
Bu Allah'ның öz ilmidagi ishini o'ttirg'i chiqarishi va aranglardan rostchil mu'minlarni ayirib chiqishi uchundir. Bu yana munofiqlarning ichki dunyosini fosh qilish uchun bo'lib, mu'minlar ularga kelinglar, Allah yo'lida biz bilan birga urush qilinglar yoki soninglar bilan bizga yordam qilinglar deganda, ular sizlarning boshqalar bilan urush qiladiganliginglarni bilgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashgan bo'latdiq dedi. O kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Chunki ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarda so'zlaydi. Halbuki Allah ularning dillarida yushirganlarini bilib turadi. Ashu munofiqlar jihadga chiqmay uylarida o'ltirib, Uhud urushida mushriklarga qarshi mu'minlar bilan bir safda turib, jihad qilib shahid bo'lgan qarindoshlari haqida, agar ular bizning so'zimizga kirgan bo'lsa o'ldirilmaydi dedi. Ey payg'ambar, o munofiqlarga aytqinki, agar sizlar ular jihadga chiqmagan bo'lsa o'lmaydi. Biz uyimizda qolganligimiz uchun o'lmadik degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani o'limni o'zinglardan to'sib yiqinglarchu. Ey payg'ambar, Allah yo'lida o'ldirilganlarni hargiz o'lik, hech narsani sezmaydi deb qaramag'in. Balki ular Allohning dargohida barzaq hayotida yashayotgan tiriklardir. Ular Allah uchun jihad qilib, uning yo'lida shahid bo'lgan kishilar bo'lganlikdan, ular Allohning dargohidagi rizqdan bahramand bo'lib turadi. Ular Allah'ның özlərə ata qılğan katta ne'matiga, ko'zlarga huzur beg'ishlaydigan sonsiz ata ihsoniga va roziligiga erishgan cheg'ida ularning qalbi cho'nqur baxt saodatga to'ladi. Ular o'zlarining orqasidan tex yetib kelmagan mujohid qarindoshlari agar Alloh yo'lida jihad qilib shahid bo'lsa, oxiratda ularga hech bir qo'rquv yo'q ekanligidan, dunyodan ayrilganligiga muqilchi qayg'urmaydiganligidan so'yinadi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'matlardan, ata ihsonlardan va mu'minlarning ajrini Allohning hargiz bekor qilib etmay, uni o'zining fazli karami bilan texmo oshirib berdiganligidan qattiq so'yinadi. Uhud urushida talofatga uchrab eg'ir yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning da'vatiga ovoz qo'shib, Hamroul Asad degan joyga mushriklarni qo'g'lab chiqqan, Allah yo'lida barliq kuchini sarf qilgan, payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'rgan kishilarning ichidan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodor bo'lganlar uchun katta mukofot bor. Ular shundoq kishilarki, bir qism mushriklar ularga shak shubhisizki, Abu Sufyan boshchiligidagi mushriklar sizlarga qarshi hujumga o'tib, sizlarni butunlay yo'qotib etish uchun qo'shin to'pladi. Sizlar ular bilan urush qilishdan hazar aylanglar. Chunki ularga kuchinglar yetmaydi deb qo'rqitmoqchi bo'lganda, bu so'z ularning Allohning yordamiga bo'lgan ishonchisini texmo oshiribdi. Ularning irodasini qilchi tavirtanmadi. Ular Allah iroda qilgan tarafga yurib ketdi va bizga Alloh kifoya, Allah nima degan yaxshi homiy dedi. Shuning bilan ular Hamroul Asad degan joydan Allohning katta in'omiga va yuqori martabaga erishgan, hech qanday o'lim yetimga va qurolliq to'qinishga uchirmagan, iymoniga iymon qo'shilgan, Allohning dushmanlari bo'lgan mushriklarni mag'lub qilgan holda Madinaga qaytib keldi. Ular Allohga va uning payg'ambariga itoat qilish orqali Allohning roziligini izlagan edi. Allah ularga va boshqalarga katta in'om qilguchidir. Sonsiz fazil karam egisidir. Bu ishda sizlarni to'xtatib qo'yadigan faqat ashu shaytondir. Ular sizlarni o'z do'stlari bo'lgan kofirlardan qo'rqitadi. Agar menga iymon keltirgan, mening payg'ambarimga ergashgan kishilar bo'lsanglar, mushriklardan qo'rqmanglar. Chunki ular ojizlardir. Ularga yordam qilguchi yo'qdir. Shunga sizlar menga itoat qilib, mendan qo'rqinglar. Ey payg'ambar, kufrga o'zini otganlarning qilmishi seni g'amkin qilmasin. Dilingni azoblamasin. Chunki u kofirlar kufrda, ozg'unlikda qanchalik ilgirlab ketsa-mu, ular bu qilmishi bilan Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Faqat o'zlarini iymonning halovatidan va Allohning katta mukofotidan mahrum qilish orqali o'zlariga ziyon yetkazadi. Alloh ularga oxiratda yaxshilikdan hech qanday nasiba bermaslikni xohlaydi. Chunki ular haq dinning da'vatini qabul qilishdan bosh tortdi. Ularga cho'ng azob bor. Iymonni kufrga tegishganlar Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Balki bu qilmishining ziyni ularning o'zlariga qaytadi. Ularga oxiratda qattiq azob bor. Navoda biz kufrda cho'ngtirib olganlarning umrini uzun qilsak, ularni dunyoning lazzatlaridan ko'proq foydalandirsak, ularni kofirligi va gunohlari tufayli jazolamasak, ular buni o'zlari uchun foydali deb o'ylab qolmasin. Ularning jazosini va ajrini kechiktirganligimiz faqat ularning texmo ko'p gunoh sodir qilishi, texmo haddidan eshishi uchundir. Ularga ularni xor qiladigan va dard alamga cho'mdiradigan azob bor.